Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasida amaldagi jamoa shartnomasining 2024-yilda bajarilishi muhokama qilindi. Shu munosabati bilan mehnat jamoasining umumiy yig'ilishi hamda Birlashgan kasaba uyushma qo'mitasining hisobot saylov konferensiyasi o'tkazildi. Tadbir davomida jamoa shartnomasi bandlarining ijrosi sarhisob qilinib, kasaba uyushmasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot berildi. Yig'ilish qatnashchilari hisobotni qoniqarli deb baholashdi. Hisobot saylov yig'ilishida o'tgan 5 yillik mobaynida kasaba uyushma qo'mitasi tomonidan bajarilgan ishlar, erishilgan yutuqlar hamda kamchiliklar muhokama qilindi va kelgusi 5 yillik uchun kasaba uyushma raisi va qo'mita a'zolari saylab olindi. O'tgan 5 yil mobaynida mana shu soliq organlarida xizmat qilayotgan ishchi xodimlarni, kam ta'minlangan oilalarga federatsiya tasarrufidagi sanatoriyalarga va kurortlarga bir qancha yo'llanmalar berildi. Ularning farzandlariga o'zimizni Sirdaryo viloyat Zomin bolalar oromgohlarida dam olishlari tashkil qilindi. Bundan tashqari ishchi va xizmatchilar o'rtasida madaniy sport tadbirlari o'tkazildi. Bu tadbirlarni o'tkazishdan maqsad ishchi xizmatchilarimizni yanada sportga qiziqishi, ularning sog'lom turmush tarziga rioya qilishi hamda madaniy hordiq chiqarishi, ishchalik kayfiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, konferensiyada ochiq ovoz berish yo'li bilan Birlashgan kasaba uyushma qo'mitasi raisi va uning a'zolari, taftish komissiyasi rahbari hamda tarmoq kasaba uyushmasining viloyat hisobot saylov konferensiyasiga delegatlar saylandi.